Sizni ismingiz kim? Mardonqul. Mardonqul. Mardonqul hoji. Otangiz Jo'raqul. Jo'raqul. Ha. Urush qatnashchisi. Urush Mulla qatnash- Hamrobon bojasi. Bojasi. Men o'sha Jo'raqulni o'g'liman, Mardonqul. Ha. Keyin Yayromurod shopir aytdi, shahar yo'lga kelyapmiz. Shu bojongiz qandoq kutib olarkan, lekin otamni aytdilarki, ana ko'rasan. Biza borgandan darra xotinlarini chaqiradilar, bojom kelibdi. Kattishga patishga qo'shmay piyoz bilan go'sht qovur, qarin go'sht qovur deb aytadilar. Yo'q dedi shopir. Aha. Keyin mashina mana ko'cha boy do'ng bor edi, do'ngga qo'ydiki tushib darzadan o'sha o'ydalidan kirib keldik. Bular endi yangi namoz peshini o'qib, kechroq o'qishgan ekan. Ha bojo, keling aytganingiz bo'ladi. Kampir, bojom kelibdi, qarini tushir, qarin go'shti, piyoz bilan boshqa narsa qo'shmadilar. Yangi Yayromurod shopir yoqasini ushladi. Aha. Biza yo'lga gapiruvdik, hali yetmasdan kabinkaning ichiga. Bu odam qanday eshitdi? Qarang olimligida, Aha. dononligida. Qarin go'shtga nima qilishdi? Ha, qanday eshitdi bu odam? Inanchi xotinlari keldi, qarinni oldilar, go'shtni qovurdilar.